Örneklik leperçi hem usulçi, tonulgan tiyatr ve kino aktörü Toxtaxun Baxtıbayev 1923 yılı 2 Mart'ta Almut şehrinin addi xalq arasında döngmeli deb atılıp ketken mahallesinde Baxtaxun isimli Navoiyning oilasida dunyoga kelgan. 6 yaşında ata-onasidan ayrılıp yetim qolgan. U dastlab Almutdagi, andın Chimkent ve Sarag'ash shaharlaridagi balla uylarida tarbiyalanib, o'tira ma'lumotga ega bo'ladi. Qobiliyati hem san'atga degan qiziqishning ustunligi tufayli bala vaqtidan boshlabla badiiy san'at havaskorlarining o'maklariga qatnashib, dumboqchi hem usulchi sifatida hunar ko'rsatib yurdi. Shu orqali tarbiyachilarning qo'llab-quvvatlashiga ega bo'lgan. Toxtaxun Baxtıbayev 1940 yılı Chimkent shahridagi xoreografiya uchilichasida o'qishga qabul qilindi. Внимание, говорит Москва. Lekin bir yildan keyin boshlangan ulug' vatan urushi uni kelajak planlarini o'zgartirishga majburlaydi. Shu sababdan yosh istidod egisi o'qishini tashlab fidoyilar qatorida dastlablardan bo'lib jang maydoniga atlandi. Toxtaxun Baxtıbayevning qon kechib yurgandimi san'atga bo'lgan ishtiyoqi sustlashmaydi. Endi u harbiylar orasida tashkil qilingan Volkhov ansamblida har xil millatlarning usullarini ijro qilish orqali sabdoshlariga jangovar ruh hadya qilish bilan birga o'zini qo'liga qurol tutib dushman bilan kurashadi. Hatto o'zi bir qitim sigan usulini o'ynayotganda o'q do'rining ostida qilib ig'ir jarohatlandi. Ondan gospitalda davolanib, yana qaytadan sapga qo'shildi. Ulug' vatan urushi oyoqlashgandan keyin, ya'ni 1945 yili omon eson Almut shahriga qaytib kelgan u dastlab Qozoq davlat filharmoniyasiga ishga o'rinlashdi. Bu dargohdimi alohida qobiliyatga ega ekanligini tufayli ko'pchilikning nazariga ilingan Toxtaxun Baxtıbayev 1946 yılı Uyg'ur teatriga taklif qilinib, faoliyatini dastlab usulchilikdan boshlaydi. Bu chog'larda u ijro qilgan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Rus, Ukrain, Tatar o'xshash har xil millat usullarini ko'pchilik tarafidan doim illiq imkoslarga erishib kelganligini alohida mamnuniyat ilkida atab o'tgan o'rinliq. Teatrda ishlash jarayonida rejissyorlar Toxtaxun Baxtıbayevning bo'yida aktyorlik qobiliyatini bog'lig'ini bayqaydi. Shuning natijasida dastlab uningga kichik rollar berilgan bo'lsa, paydin-pay u markaziy qahramonlarning simolarini yoritishga qobil aktyorlarning qatorini o'rin egallaydi. Bugungi tongda Maysarning ishi, Atella, Alcır mening vatanim, Anarxon, Nazgum, Ölmez bulup tug'ilganlar deganga o'xshash spektakllarda u yaratgan obrazlar yoshlar uchun ulgu bo'lib kelmoqda. Toxtaxun akam to'g'ri qancha gap qilsang, qancha yaxshi gaplarni qilsang menimcha ozlik qiladi. Toxtaxun akam shu davrning bir san'at cho'lpini. Andaq deganim Toxtaxun akam shu davr Toxtaxun akamni butun Uyg'ur xalqi bo'libmi bizning asosiy bordigan yerimiz Uyg'ur rayoni, Yarka, Chelak, Olmuta. Hammasi Toxtaxun akamni nayt yaxshi ko'radi. Toxtaxun Chorni deb laqamni qo'ygan. O vaqtlarda biz har ay yili az deganda 3 ay, 4 ay gastrol yurardik. Avtobusimiz ketib bir yezlarda bir yer to'xtadimi? Oy, artistlar kelibdi deb xalqlar yig'latdi. Kep so'raydigan birinchi so'rg'i, "Ey, o Chorni keldimi? Toxtaxun keldimi?" deb so'ratdi. Boshqalar bilan chatdigi yo'q.
Vay keldi desen, o qani deb tushib, To'xtagan akam bilan quchoqlashib, munishib ketadi, so'zishib ketadi. Kami desam, o nimish kamidi, qachon keldi deb shunday so'ratdi. Men shunday aktyor bilan birga ishlaganimga o'zimni omadli kishi deb hisoblayman. Men To'xtagan akam bilan bir necha spektakllarda bir-birimizga o'rgatgan dublyor ishladik. Masalan, nurg'un aytmaya qo'yay, hamma xalqimiz biladigan Anarxon spektaklini olsak, Sopaxon Hoji. Aslında ben To'xtagan akamga dublyor bo'ldim. Ondan keyin To'xtagan akamga Baxtiyor Majnunning rolini berdi. Uningga men dublyor bo'ldim. Yani To'xtagan akamning yana bir ulug' ishi, vaqt biz artistlar az, hamma yerda cho'ng kichik rollar hammamiz chiqardik. Hatto muzikantlar nava ansambini ashlarimiz chiqardi. Kichikgina bir rolni cho'ng o'tadi. Yo'qning o'rnidagini cho'ng qilib xalqning shundoq cho'ng obro' qazanadi. To'xtagan akam teatr aktyoru emas, o dunyoga tanilgan kino aktyori. Зачем ты так, Нурбек? Я же старик. У меня сердце больно. Так можно человека убить. Нурбекжан, всю беду на себя накличешь. Не надо. Бабахан приходит. Шайтан завладел тобой. Сынок, когда взрослые дают, бери, не отказывайся. Отказываться нехорошо. Спасибо. Вот так. Мой повелитель, здесь тот, кому дарована сила проникать везде и всюду. Он явился от луновикого отца вашего, всесильного Хунтайджи. Я послал гонцов к вашему отцу, солнцеликому Хунтайджи. Поздно послал. Это он виноват. Ты первый поверил ему. Довольно, хватит. Xalısxan, mən faqat seni yaxşı görmən, faqat seni la. Düşəngin canım, Xalısxan düşənsən ki o meni. Albatta, To'xtaxon Baxtiboyevni bugungi kunda aslash men uchun intayin cho'ng bir voqea va baxt deb hisoblayman. Darhaqiqat men o'zim birinchi teatrga qadam qo'ygan chog'da shu vaqtda To'xtaxon Baxtiboyevlar teatrida Anarxon va boshqa klassik spektakllarda qaynab ishlayotgan shu qaynam san'atning o'tirisiga tushdik biz. Bir qancha qiz yigitlar. Albatta, hayajonimiz ham qo'qatdim sahnada. Chunki o'zining partnyorlaridan nihoyatda talabdordi. Talabni ko'p qildi. Unda qilish kerak, manda qilish kerak degan nurg'un ustozlik ishlarni epmoqatdi. Albatta, To'xtagan akamdek aktyor ulug' va yorqin aktyorlarga shogird bo'lish mening uchun cho'ng baxt. Men o'zimni To'xtagan akamning shogirdi deb hisoblayman. Ya'ni shundaqla Malinovkada to'y degan operettada men Gapusiyani To'xtagan akam yosh artillerist o'ynadi. Yana birga o'ynashga muyassar bo'lib qoldik. Lekin bir tarafdan baxtlikman, bir tarafdan qo'rqinish, shubhalanish, qandaqdir bir hayajonli hemisham dilimni eglab oldi. To'xtagan akam yana kelib, nihoyat haqiqatchi inson edi. Cho'ng yig'inlar bo'lganda o'zi haqida, o'zining mansibi haqida gapni oz qiladi-yu, lekin yosh o'sib kelayotgan mana yosh artistlar haqida shularning g'amini yeb. Agarda bugungi kunlarda To'xtagan akamdek aktyorlar sahnada bo'lgan bo'lsa, hozirgi yoshlar nurg'un ulgularni olgan bo'ladi deyman. Kinolar haqida mana nurg'un gaplar bo'tdi, kino tushgan. Sehrli olma degan kinoda To'xtagan akam shada Padişahın oynaydı. Xalq artistimiz Nurbek Mametova Xalısxan Şahni ayolni oynaydı. Şada mashtaq bir ko'rkam chiqishi, yorqin, ulug'varlik chiqishi, "Hey Xalısxan" degan so'zlari qaysi tomoshabinning esida, xotirasida, dilda qolmaydi deb o'ylaysizlar? Biz Bishkekda bir uchrashishda Po'lat Shamshiyev teatrimiz to'g'riliq so'rab, "Sening teatrda yaxshi aktyorlar ishlaydi. Masalan, men Baxtiboyevni yaxshi bilaman." To'xtagan akam u yorqin bir mo'jiza, sahnaning bir ajoyib ulug'varlik, sahna podshosi, sahna shohi deb hisoblayman. Birga ishildim. U haqiqatan nihoyat talantli, har qanday rolning ustidan chiqa oladigan talantli yigit deb maqtadi. Men buni anglab nihoyat xursand bo'ldim.
Ben özüm bəxtlik mən Toxtaxın akam bilan sahnada qadam qoyğanım üçün. Toxtaxun Bəxtibayev ömürlük cüpti Nusratxan hədi bilan 8 farzandni qatağa qoşub, ularni hayotdan munosib o'rin tepishig'a sharoit yaratgan g'amxo'rchi ota. Farzandlarining orasida Roza Bəxtibayeva hozir otasining san'atdagi faoliyatini Uyg'ur teatrida sharaflik davomlashtirib kelayotgan peshqadam aktrislarimizning biridir. Biz Bəxtibayevlar sulolasining san'atdagi yo'lini kelgusida yana davomlashadiganligiga ishonamiz. Sababi Roza Bəxtibayeva bilan ko'rnak san'atkor hel marhum Muhit Izimovning o'g'li Vahidmu mushu sohani tanlagan, kelajagidan umid kutkizayotgan yosh talantlarning biridir.